Assalomu alaykum barcha YouTube kuzatuvchilari, sizlar bilan Mansur bloger. Biz sizlarga va'da qilganimizdek 18, ya'ni bugun chorshanba kuni konsert, mana Ulug'bek Barotov konserti bo'lyapti va do'stlarimiz Muzaffarjon Suyunov, Ma'ruf tog'a va Ma'ruf tog'a kanaliga qo'yiladi bu video. Bugun shu mehmonlar Maftunaxon va Ulug'bekjonni tabriklagani kelibdi va ijodiga omad tilagani kelibdi. Ikki o'z gapingiz bo'lsa, mana shu ikkilasini ijodiga nima deysiz? Assalomu alaykum. Anangallik bitmas, tugalmas oxiri yo'q salomdan Moskvada qiynalib yurgan dindoshlarimizga, jigarlarimizga salom. Bu Ulug'bek Barotov maydalqdan birga kettirganmiz, sinfdoshim bo'ladi. Ijodiga chin qalbimdan samimona omad tilayman. Yaxshi ijodkor. Nima deyman? Ijodkorlarning ham короче she'rinatlar polni короче такой jinni chez короче jirtadi. Rahmat, omad tilayman. Sinfdosh omad. Rahmat. Martabang bundan ham baland bo'lsin, nima deyman? Pravda Tojikiston bapesh hamisha. Rahmat inshaalloh. Muzaffarjon Suyunov ichidagi, yurakdagi bor shirin tilaklarini tilab bo'ldi. Endi Ma'ruf tog'amiz shu ikki og'iz gapingiz bormi? Avvalambor assalomu alaykum. Ma'ruf tog'a kanalini kuzatib boradigan aka-ukalar, opa-singillar. Mana bugun biz Metro Tepliston Navruz kafesiga tashrif buyurdik. Bu yerga tashrif buyurishimiz sababi mana do'stimiz Ulug'bekjon va Maftunaxonlarning konsertiga kelganmiz. Katta rahmat konsertga taklif qilgan. Xudo xolasa tez kunda yaqinda Istraga, Podmoskva Istra rayoniga inshaalloh sizlarni biz taklif qilamiz, xudo xolasa. Rahmat, Ma'ruf tog'a kanaliga qo'yiladi va so'z navbati o'ziga. Bu yoqda oling. Muxlislarga nima deysiz? Muxlislargami? Muxlislarga hammasiga omad tilayman. Din, sog'lik, vaqt bo'shliq. Stroykada kelolmagan muxlislarga nima deysiz? Stroykada ishlab kelolmagan muxlislarga addishi yurakdan omad tilayman. Ishlasin, mehnat qilsin. Barib ota-ona, bola chaqasini Alloh xursandchilik bo'lsin. O'zim ham shpakilovka yuribdim. Rahmat, Ulug'bek Barotov, rahmat. Jigarlar, kuzatayotganlaringizda videoga bitta konkret bomba qilib like bosasiz. Xudo xolasa keyingi konsertimiz Istra rayonida bo'lishi mumkin. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Ma'ruf tog'aning kanaliga like bosingizlar.